hamma narsa Allohga oson. Endigi ehsonlarimiz 15-dekabrgacha yig'iladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. Xo'sh, 2025-yil 15-noyabr Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston MFYda joylashgan masjidimiz. Xabaringiz bo'lsa, shu mahallamizda saxovatli qo'llar loyihasi tuzilgan edi. Bu loyihaning maqsadi xo'sh, bir oy muddat davomida mablag' yig'iladi va o'sha mablag'ni shu mahallamizda ehtiyojmand oilalarga yoki bo'lmasa boshiga musibat kelib qolgan oilalarga yordam tariqasida beriladi. Mana bugun 15-noyabr. Xo'sh, xabaringiz bo'lsa 15-oktyabrdan 15-noyabrgacha vaqt berilgan edi. Shu vaqt ichida saxovatli qo'llar loyihasiga 658.324 so'm 97 tiyin mablag' ehson yig'ildi. Xo'sh, mana shu ehsonimizni bugun shu mahallamizdan bir akamiz olamdan o'tib qopti. Shu insonning xonadoniga topshirdik. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu saxovatli qo'llar loyihasiga kim qanday xizmat qilib, sababchi bo'lib turgan bo'lsa, mana bu ehsonimizni topshirdik. Endigi muddatimiz bu mana bugun 15-noyabr. Inshaalloh 15-dekabrgacha yana mablag'lar to'planadi va mana shu mahallamizdan ehtiyojmand oilalarga yoki bo'lmasa boshiga musibat kelib qolgan xonadonlarga yordam tariqasida beriladi. Xo'sh, karta raqamimizni aytib o'taman. Saxovatli qo'llar loyihasining karta raqami 40 73 42 00. Xo'sh, 59 31 95 86 Turlibekov Abdurashid yoki bo'lmasa telefon raqam mavjud 93lik 323 0081. Shu telefon raqamiga murojaat qilib, saxovatli qo'llar loyihasiga qanday qilib a'zo bo'lish kerak yoki bo'lmasa qanday qilib o'z hissasini qo'shishingiz mumkin, batafsil ma'lumot beriladi. Yodingizda bo'lsin, hamma narsa Allohga oson. Endigi ehsonlarimiz 15-dekabrgacha yig'iladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.